ustoz bu treningga kelishimdan oldin man shu darajagacha erishgandimki, pulsiz qolgandim, ishsiz qolgandim. Bir adashmasam bir 10 joylarga o'zi kasbim o'qituvchi, lekin shunga qaramay, oliy ma'lumotli bo'lishimga qaramay shu darajagacha yetdimki, qaniydi uxlasammi turmasam degan menda tinimsiz shunaqa bo'lardi, fikr bo'lardi. Uxlasammi turmasam degan fikrlarda yurardim. Shu darajaga erishgandim, hammadan xafa edim, o'zimdan xafa bo'lganman, nimaga men bunaqaman, nimaga xullas hammadan xafa edim. Eng anaqa hozir endi yaxshi emas holat deb bilaman. Juda qattiq necha yildirki tushkunlik holatida yurgan ekanman. Tushkunlik xuddi yelkamga oyog'ini osiltirib o'tirib olgandaqa ekanda, shunaqa holatda yurgan ekanman-da. Suv ichsam bo'lmaydi, ichmasam yana bo'lmaydi. Mana shunaqa holatga kelib qolgandim. Buyraklarida aks etgan. Buyraklarimda lo'qillab og'riqlar, olay desam, dori olay desam, boyagi pul muammosi, olmaydi. Keyin men o'zimga o'shanda savol berdim. O'zim boyagi ozgina meditsinada xabarim borligi uchun men shu anaqa qilib, nimaga menda suv ichsam bunaqa bo'lyapti-da, ichmasam chanqoq bo'lyapti. Nimaga deganman. Sochimgacha, boshimgacha botqoqqa botib yurgan inson bo'lgan ekanman. Shuni anglab yetdim. Keyin sekin-sekin boya texnikalarni bajardim. Nimaga keyin bajargan sarim 1 oy o'tdi, 1,5 oy o'tdi. O'sha raskopkalarni bajarganimda odam bilmadim kimda qanday, menda shunday bo'ldi. Nima uchun men mana shunaqa hissiyotda, mana shunaqa tushkunlikda nima uchun yashadim degan savol berar ekanda odam o'sha o'qish jarayonida. Va shu savollarni berib anaqa texnikalarni bajardim, yengil bo'ldim. Bechora tanamni, bechora organlarimni men ustoz shunchalik qiynab yashagan ekanman-da. Allohdan. Nimaga meni ayol qilib yaratding? Nimaga men o'g'il bola bo'lib tug'ilmadim? Nimaga deb xullas hamma narsaga nimaga deb savol berib, oxiri shu jardi yoqasiga aslida o'zim olib kelgan ekanman-da. Keyin shunaqa qilib boya texnikalarni bajardim. Boshida ongim juda qarshilik qildi. Yo'q dedi, qo'ymadi, uxlab qolaverdim. Shunaqa bu keyin sekin ong bilan kelishishni mana texnika kuratorlar o'rgatdi. Ular rag'batlantirish kerakligini o'rgatdi. Unaqa narsalarni umuman yetti uxlab tushimga ham kirmagandim. Ong bilan inson o'zi bilan o'zi shunaqa kelishish kerakligini mana shu darslaringizga kelib bildim-da. Boyagi pozitiv fikrlash kerakligini hamma hayotimizda o'zimiz hal qilishimiz, o'zimizning fikrlarimiz orqali reallik, mana voqeliklar sodir bo'lishini keyin bildim o'shanda. Keyin inson o'ziga xafachilik bo'ldimi, kasallik rivojlanar ekanda ustoz. To'g'ri. Xafachilik bo'ldimi, kasallik albatta rivojlanar ekan. Lekin inson o'zi shu xafachiliklarda inson o'ziga o'zi ruxsat berar ekan, o'ziga o'zi mayli hamma narsaga xafa. Hamma juda ham bilasizmi ustoz, juda ham ta'sirchan bo'lib qolar ekan. Xafachiligi ko'paygan, o'sha lim-molim to'lgan insonni ta'sirchan, hamma narsaga ta'sirlanaverardim-da. Men juda ta'sirchan bo'lib qolgandim. Sal narsaga yig'laverardim, sal narsaga ko'zimdan yosh oqaverardi. Kimnidir hayotini eshitsam ham yig'laverardim. Noto'g'ri hayotlar bo'lib qolgan vaziyatlarni eshitib qolsam, unga yig'laverardim, ta'sirlanardim. O'sha izobiliya treningiga kelgunimgacha umuman kulmay yurgan ekanman. Ana. Kulmay qo'ygan ekanman. Juda katta og'ir bloklar yechildi. Dadamdan xafachilik bor ekan. O'sha dadamdan xafachiliklar bloklarni yechganimda juda tanamda boshqacha yengillik, boshqacha xuddi qushday uchib yurgandek yengil bo'lib o'zimni his qildim. Turmush o'rtog'imdan xafachilikim bo'lgan. Oxiri borib даже Allohdan ham xafa bo'lgan ekanman ustoz. Bilmagansiz-da, bilmay yurgansizda axir. Bilmay yurganman. Hamma narsaga tushkunlikka tushib, bu sal ishim o'xshamasa ham darrov tushkunlikka tushib, boyaga tarang holatga kelganda yana ham tushkunlikka tushib, ezilib, siqilib, boyaga uxlasammi, turmasam degan fikrga kelib qolgan ekanman-da ustoz. Yo'q. Turasiz, albatta turasiz. Hali bu dunyoda qiladigan ishlaringiz ko'p. Va treningdan keyin, texnikalarni bajarib, bloklarni yechgandan keyin nima bo'ldi? Qanday o'zgarish bo'ldi? Bloklarni sekin yecha boshladim. O'sha keyin oradan 2 oylar o'tib, 3-oylarga borib, o'sha ustoz hozir bilasizmi, men mazza qilib suv ichaman. Ana. Buyraklarim yaxshi ishlaydi, mazza qilib peshobga yozilaman. Og'riqlar yo'q. Gormonal narushение yo'q, menstruatsiya joyida. Hammasi, qon kelishlar hammasi joyida, sog'lomman. Eng asosiysi Gul magazin ochdim, orqasidan Sarposan magazin ochdim. Rivojlantirib, hozir Xudoga shukr, hozir pul bor qo'limda, kelyapti. Ular ikkita biznes ochish. Ikkita biznes. Молодец. Ham Gul magazini va ham savdo do'konimi? Sarposan magazinini ochdim. To'ylarga jo'natiladigan sarposandiqlar magazinini. O'shanga men o'sha bizneslarga men pul topa oldim-da ustoz. Klientlar bor, kelyapti. Sarposandiqlarim ishonasizmi ustoz, qo'lma-qo'l. Cherezdен chiqib borib keladi, to'ylarga xizmat qilib keladi. Ana молодец. Juda ham xursandman siz uchun, juda xursandman. Endi mana qarangda, o'zingiz shu qadar katta yutuqlarga erishdingiz. Mana bugungi Barno Odilova, kechagi Barno Odilovaga nima degan bo'lar edi?
bugungi Barno Odilova kechagi Barno Odilovaga o'qi va yana o'qi degan bo'lardi. Ruhiy rivojlanishda davom et, bardavom bo'l, umringni oxirigacha o'qi. Uchelak texnikalaringiz har doim menga уже miyamga o'rnashib qolgan, уже negativ keldimi, shunday bo'lishini xohlaysanmi? Yo'q deyman. Demak, qanaqa bo'lishini xohlaysiz? Mana shunaqa bo'lishini xohlayman. Pozitivga sразу o'giraman. Qandaydir odamni o'zi ham ustoz ongni o'zi ham qandaydir negativni keyin borib fikrlamay qo'yar ekanmi, xohlamay qo'yar ekanmi, shunaqa bo'lar ekanda insonda. Qarang, Barno, mana bugungi kunda mana maqsadlaringiz bor, orzularingiz bor. Bugungi kunda uxlab har kuni maza qilib uyg'onasizmi yo hali ham bo'lib qoladimi oldingi holat? Yo'q. Hozir umuman qarang ustoz, bundayda hozir ham endi baribir sinov darslar bo'ladi, ularda doim bor, lekin ularga nisbatan уже fikrlashim boshqacha. Men qayerda xato qildim? Munosabatim boshqacha. Qayerdadir demak Allohdan olsa ekan-ku. Va siz aytasiz-ku, pulimni olibdi, sog'lig'imni olmabdi-ku degan gaplaringiz menda doim shunday. Pul topiladi, anaqa bolalarim sog', o'zim xotirjamman. Ustoz, umuman qalbim qandaydir jimjitlikni his qilaman-da qalbimda. Уже men uxlayni turmayman emas, men yana yashayman, men yuzga kiraman. Xudo xolasa, inshaalloh, albatta. Inshaalloh. Men shunaqa o'ylayman, endi hozir shunaqa o'ylayman. Men endi